Oqilmishlar. Chortoq bilan endi Otabekka. Ani smaylikdan qo'yib turib olaman. Azamatga qo'yib bilmaysizmi smaylik? Ana yo'q qoldi, shuna yo'q ketdi. Kim? Bo'lmasam suruvgan berdi, suruv berdi. Ye bo'ldi. Kim vaqt dedi, mashinadan tushindi dedi. Shtrafniga haydaysiz. No, okey bo'ldi. Hozir kimdir qarzi bor edi. Ovqatdan chiqdik. Ertalab soat nechi bo'ldi? 05:02. Ertaga Xudo xolasa Qurbon hayit. Aziz do'stlar. Sizlar ko'rayotgan videolar ancha eski kundagi video. Otabek akani mashinasi Ro'shan akaniga u oxirida manaki turibdi. U naryoqda Razza akaniga. Bosamiz ham? Dakansi. Nima chaynayapsiz? Ya chaynayotgan narsangiz nima? Ya uni ko'rsatmang. Eng ko'p pul ishlagan turkiyalik taksis. Turkiyadan promoterda shu. Turkiyadan mana eng boyvocha taksisimiz bizlar. Eng boy. Bo'ydoq. Zuvachkalarda ham o'lib qolaman. Davay, olib keling telefonni. Zakas siz qayerdan bilasiz dam o'tishgan? Shu yerda qarab turasizmi? Startni ham yoqing. Komfortdan tushadi, ertalab yaxshi. Boshqasi. İşte Bu. Ha, bermayapsiz zakas. sразу vermeydi. Uyingiz ham 16 kilometr ekan, bor yo'qmi? Sizchi mana bunaqasiga keting. Nima deysiz Yandexga? Mana 0 dan oldingiz mana shu mashinani. Qancha yurdi hozir? 80 ming. 83 ming. Qachon oldingiz? Qancha bo'ldi olganingizga? 1 yil bu 11 oymi? 11 oyda 84 ming yurdingiz. Arendaga olgansiz. Nima deysiz arendaga olib haydashga? Yaxshi. Maslahat berasizmi? Bo'ladi, ishlasa bo'ladi. O'ylanmagansiz, o'shancha aytyapsiz. Uylanmagan. Bola chaqa yo'q o'shancha. Bemalol gapirasiz. Ha, bola chaqa. O'tiring. Ketdingizmi bo'ldimi? Haydavering sekin. Taksida ekan. Taksi to'r. Taksida o'zgardi-yu, blokka kirib ketdi-yu. Haydang, davay. Ertaga hayitga qanqa chiqasiz? Qora soatgacha. O'sha yoqqa boraversin подписчикni. Siz bilan ko'rishgan. Ha, kelib. Bo'yindagi alyuminmi nima, tillami? Alyumin. Serebro. Serebro. Alyumin emas, serebro. Haydang bo'pti. Ya, chiqsin. Ketdingiz, davay. Xayrlashish. Xayrlashish shart emas, ketaverasiz siz. Ya. Ha. Reyting ko'rsatib qo'ying qani. Ko'ringchi reyting. To'g'ri 63. Hey, gap yo'q ekan. Komport ishlayapti. bergan pamoy. Ya, srok ham bermaydi Otabek akamga. 150 zakasiga srok beradi-yu. Ya, bunga bermaydi bunga Otabek akaga. Nega? Biladi deb foydasi yo'q ekan. Baranchi bular anaqaga gap o'tadi, so'kadi, gap o'tadi. O'sha hisobiga, Yot bo'ling. sigurga o'xshatsa yo'q qo'yasiz. Kelinglar, kelinglar, Chapga qayirib keting hozir. Chapga qayirib. Ana bular, okey, blogerman deydi. Kim? Ha. Aziz do'stlar, aziz obunachilar, biz navbatdagi kun ish jarayonlarini boshlashga tayyorgarlik ko'ramiz. Mo'ykalarni qilib oldik, o'zimizga sevimli bo'lgan Xondoyimli Karvosh 24/7 mo'ykalari top to'ldi hamma yoqlari. Ortiqcha narsalar yo'q. Hammasi standart kassaga javob beradigan holda. Sizlar bilgan o'sha 105 ishga tayyor.
Soatimizga keladigan bo'lsak 3 dan 7 daqiqa o'tdi. Ko'cha lekin yana isishni boshlayapti. Ana kunga salqin holidan keyin mana hamma mo'ykada. Yuvaguncha mo'yka qo'yguncha terlab ketdim, to'g'risini aytsam. Hali yoz kelmadi, lekin yozning haroratlari o'sha ancha oldin bizga yetib keldi. No, bu bizning ishimizga Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa to'sqinlik qilmaydi. Biz ishlashimiz kerak. Plan, ro'zg'or bor. Keladigan bo'lsa, bizdan fotokontrol yuzimizdan so'radi. Повышение 33.500 so'mgacha, probka yo'q hisob. 21-may haftaning chorshanba kuni bu bo'lsa 12 dan keyingi 8 ta qilgan zakazimizni 194.113 so'm bilan eslab qolasizlar o'rtoqlar. Hali shu chikki hisob kitobini qilayotganimizda. Sizlarga bo'lsa yaxshi kayfiyat, sihat, salomatlik, kanalimizning rivojiga o'z hissalarini qo'shib, videolarimizda keng tarqalishida aziz do'stlar yordaminglarni berishinglarni so'rab qolamiz. Kerak deb o'rtoqlar biz o'z-o'zini birinchi zakazimizni qabul qildik. 2 kilometr masofadan adashmasam kelib tushdi. Telefondan ovora bo'lib telefonda gaplashib qoldim. 14 kilometrga 26 daqiqalik yo'l ekan. Xudo xohlasa o'z-o'zini birinchi zakazni qabul qildik. Bu esa bu aytganimdek kech qo'yingi zakazlar. Vodniydagi Novostroyka domidan o'rtoqlar. Kerak. Menimcha o'sha klientlarim o'sha bo'lsa kerak. Bola chaqalar bilan kelishyapti. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Bagajga qo'yib olmaysiz, bemalol o'tirib ketardingiz. Yo'q, ha, çok iyi olaman. Bo'lmasa, Voy, kechirasiz. Rahmat kattakon. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Sekin tushinglar. Robiyani qo'yinglar. Ana, kel. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, aziz do'stlar, boyagina 36 mingga Figo hisobladi. Yandex buni bo'lsa hozir 6 kilometrga 31,5 ming bilan yopdik. 12 mingmi koeffitsient bilan olgan zakazim edi. Bunisi hozirgisi ikkinchi zakaz 12 mingmi, 11 mingmi? Bilasizmi nima deymiz? Ishlashda davom etamiz. Unaqa probka yo'q, lekin mashina juda ham ko'p. O'tinglar. Davay. Yuringlar. Vashchi mashina ko'p, ayniqsa mana chap tarafda. Probka bo'lmasam qancha mana 5 ballik bo'libdi endi, lekin kayfli yonyapti, mana ko'rishingiz mumkin. No, mashinalar ko'p. Boya aytganimizdek bo'lsa, bizga buni ta'siri yo'q, aziz do'stlar. Ishlashimiz kerak. Nimagaki Yandex bizani ko'zimizdan quvnatib, повышение bilan beryapti, lekin boyagi zakaz birinchi zakazim 2 ming bilan oldimmi, 3 ming bilan oldimmi, koeffitsient bilan juda kam hisobladi. 14 kilometrga 36 ming. Men Fastindan chaqirdim deb o'yladim yoki startdan deb o'yladim, xullas juda kam. Alaykum assalom. Buyur. Не закрылось. Все. Пошли. Давай. До свидания тебе. Ой, устал. Аж слюни потекли. Да. Спасибо. Берегите себя. Спасибо. Xo'sh, aziz do'stlar, 6 kilometrmidi, 5,5 kilometrmidi? Summamiz 30.500 so'm bo'ldi. 30.000 so'm oldik. Men roziman dedim. Klientimiz xohlasang 35 ming qilib beraman, zo'rab kelib qo'yding. Men aytdim, "Yo'q, rahmat, shu barakasini bersin" dedim. Juda zo'r odam ekan. Nima deydi, gaplashib prosta mazza qildim. Mana kecha ham endi buni video syomka qilmadim. 36 tamiz zakaz o'pishib qildim. 360 kilometr yurgan bo'lsam, 36 ta zakazimda hammasi почти что yaxshi klientlar, yaxshi mijozlar chiqishdi. Ular bilan gaplashib, nima deydi, kayfiyat ham ancha yaxshi bo'lib, summamiz to'g'ri, unaqa katta bo'lmadi, xayoliylik kelgan edi. Lekin maza qilib ishladim. Навес. O'g'ani? Да, навес. Ha, ma'lum, to'g'ri. Давай телефон.
Tushamiz canım. 18 ming so'm. Ber pulni. Pulni ber, qizim. Voy rahmat, hozir. Pulni olmabdi-da. Sog' bo'ling, rozi bo'ling. Charchamang. Rahmat. Shu oldingizmi, qizim? Rahmat. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'sh, o'rtoqlar, 7 daqiqa vaqt, 1 kilometr 800 metr masofa. 18 ming so'm bilan o'zimizni очередной buyurtmamizni. Navbatdagi zakaz 606 kilometrga Qoraqamish 2 ga borar ekanmiz. 25. Va alaykum assalom, kelaqa. Anaqa urilganmi? Qoraqamish, ha? Ketdim bo'ldimi? Xo'p. Qaysi badis? Ayvast. Shu yerdan? Ha. Sog' bo'l. Qarda? Ha, chuqur, bemalol. Ustaxonaga bormasam bo'lmaydi. Xullas 6 kilometr 18 daqiqa 34 ming so'm bilan navbatdagi zakazimizni biz yopdik. Ovozimiz qanaqa eshitilyapti? Chunki ayni deflektor tagida turibdi kameramiz ustida. Agar pamexli bo'layotgan bo'lsa, uzr so'rayman. Nima deymiz? Soatimiz 5:30 bo'ldi. Ishlashda davom etishdan oldin asrga ozgina vaqt qolibdi. Shuning uchun kirib chiqamiz. Xo'sh, bizga 11 ming plus bilan o'rtoqlar navbatdagi zakaz kelib tushdi. Soatimiz 6dan 2 daqiqa o'tdi. Biz Qoraqamish Olimpiyadagi mahallanchiz mana masjid bor. Anvar hojimidi, nima deyapman, ismi qilib xullas o'tdi. Mana asrda ado qilib chiqdik va yana qaytadan ishga. Kuzatishda davom etinglar aziz do'stlar. Yo'l yuzdan karvachkada yoyma nimadir sotishyapti-yu, o'sha yerda turma. Yo'q, men qancha qilmoq uchun mana 12-dom bor-ku, avtosalonni orqasi. 12-dom. Mana shu yoymani orqasi bo'lyaptimi shunda? Ha, ana xuddi sotadigan joy emas, orqasi, o'sha chaqiribdimi? Ma'noda bir 10 yurganingizda, garajdan yurganingizda ko'cha bor, kichkina kiradigan. Bo'ldi, xo'p. Kiraman. 26 daqiqa deganda biz yetib keldik. Summamiz 43,5 ming so'm bo'ldi. Soatimiz 7dan 59 daqiqa o'tdi. Biz masjidga qarab chopishimiz kerak. Xo'sh, aziz do'stlar. Bemazor jome masjidi namoz bilan ado qilib bo'ldik va yana boshqatdan liniyaga chiqamiz. Keyflar yonyapti 22 minggacha. Ishlashda davom etamiz. Bizga liniyaga chiqishimiz bilan Labzeydan, ya'ni orqadan beryapti. 2,5 kilometrdan 2,1 kilometr ekan to'g'ri qilib aytganda. Ishlashda davom etamiz. 8 ming Ravshanas bilan tushgan zakaz. Voy do'stim. Yo'dan tusha qoling, tinchgina yurayın anaqa qilmasdan. Mayda chiqmaydi unga. Rozi bo'linglar, sog' bo'linglar. Xo'sh, aziz do'stlar, 13 daqiqa vaqt, 26 ming so'm pul kopilkada deymiz-ku. Bizga navbatda xo'sh, 2 ming plus bilan 3 ming plus bilan keyingi zakaz tushyapti. Qabul. Va alaykum assalom. Yo'q, men Demang, keyingi safar, ha. Tushundingizmi? To'xtab turuvdingiz-ku, shunga To'xtab turmadim, avtobusni ketishini kutyaptim. Ketdikmi? Voy, ketdik. Yetib borsa, xudo xolasa. Keyingi safar eylamaydigan bo'lasiz, xudo xolasa. Nima dedingiz? Baqirib tashlamang, bo'pti bunaqa.
xohlasangiz mana bu yerda mana kamera bor, mana hozir yoqib beraman, qo'yib beraman. Men sizga dedim, ana hozir yana baqiryapsiz. Bo'pti, baqirmang, singlim menga. Voy, mashina meniki-ku. Ruldagi odam menman-ku. 13 ya. 20 ming bering bu do'stim. Yaxshi sizlar, ha, конечно, charchamaydi. 5 so'm bor edi. Kerak emas, sog' bo'ling, charchamaydi. Sog' bo'ling. Xo'sh, aziz do'stlar. Seul Mundamiz. Klientlarimiz yaxshi to'g'ri tushunishdi. Men aytdim, ichkariga kirgandan foyda yo'q. Shu yerda iloji bo'lsa yo'l yuzida tushib qolmaydi dedim. Soatimiz 9 dan 15 daqiqa o'tdi. Qorong ochdi. Damo rejimi yoqishga, zakaz tushishi bilan uyga qarab shoshishga qaror qildik. Va undan tashqari shu vaqtgacha mana 135 km yurganmiz va o'zi Priborda bu kechagi zapravkadan keyin 50 km o'zimizni anaqa bilan yurganimiz bor edi. Bizga mana 3,5 ming so'm kefi bilan navbatdagi zakaz kelib tushyapti. Va atmen bo'lib ketdi bu zakaz. Qolganini video davomida gapiraman. Sog' bo'ling. Here? This side? Ha, mana keldim. Xo'sh, aziz do'stlar, dastlabki olib o'tirdik. Damo rejimini yoqqanmiz. Shu ikkinchi zakaz boyagisi Karis ekan. Xo'sh, mana shu odamgamikan? Dastlabki emasmidi? Keling do'stim, olavering. Pulni beryapsiz. Ha, sog' bo'ling, charchamang. Rahmat. Xo'p. Ming bilan o'rtada 9 kilometrga olib kelib qo'ydik. Uyimizgacha yana qancha bor ekan? Uyimizgacha yana 12 kilometr bor ekan. Shu vaqtgacha shunda tak. Biz bu yerdan 54 ayirso 130 bo'lsa 12. 142 kilometr yurimiz. Pромежуточный ishda rezultatlar qolma. Summaga keladigan bo'lsak, tak приборный panelimizda 572 ming turibdi. Где-то bir u yoq bu yoq kruгом bigom salkam 30 mingmi, 28 ming kam, 400 ming so'm ishladi hozirgi vaqtgacha. 12 kilometr ichida yana bitta dastlabki berib qo'ysa yoki passajirskiydan berib qo'ysa zo'r bo'lardi. Shu bilan keyin ovqatlanib yana ko'chaga chiqdik. Xo'sh, aziz do'stlar, ovqatlanib oldik. Ko'chaga chiqib oldik. Modellarni yoqib qo'yganmiz. Spichkani yoqib qo'yganmiz. Zakazdan dali yo'q. Kutamiz, soatimiz 12 dan 10 daqiqa o'tdi, ishlashimiz kerak. Ishlamasa bo'lmaydi, asfotlar osh-tosh yozibdi. Mana nihoyat zakaz kelib tushdi aziz do'stlar. Без повышения bo'lsa ham, zato mana padilam rejimni yoqib qo'yganmiz. Ko'ramiz, necha pul yozar ekan. Kartali zakaz. Xo'sh, o'rtalar yetib keldi, 25 daqiqa vaqt. Summa cho'ta. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества. Yaxshilik ko'rishaylik, sizga sog' bo'ling, aka. Charchamang. Rahmat. Xo'sh, aziz do'stlar, damo rejimida yana bitta zakaz oldik. Biz 26 ming so'm bilan yopildi. Itago shunda rovna 400 ming so'm pul ishladik. Va undan tashqari 80 minglik gaz qo'ydik. Hozir chunki ertalab polni o'sha 111 minglik bo'ldi. Gaz Choshtepada quydim. Ba'zi o'sha probekka yurdi o'rtoqlar, o'shaning uchun nima deydi? Bilmayman, balki meni mashinam shunaqadir, balki gaz zapravkadadir ayb. Unisini bilmayman, lekin polni quyib o'tirmadim. 80 minglik quydim.
Hozir mana mahallamizga yetib keldik. Bu klientimiz ham prям mahallamizgacha chiqib qoldi. Ovqatlanib, yana boshqa yerdan. Xo'sh, navbatdagi zakazimiz 1 kilometr 300 metr masofaga 10 ming so'm bilan yopdik. Undan oldin bo'lsa 7,5 ming pilusi bilan bitta zakaz tushdi. Yetib borib o'zimiz atmay qildik. Nimagaki 4 ta ostanovkali zakaz ekan. Shunaqa charchadim, shunaqa zakazdan ancha uklonni ishlashga o'rganib qolman, chunki uklonni tanlab ishlaysiz, bunaqa ostanovchi zakazlar olinmaydi. Shunda bordim, shunda qarasam 4 ta dala hayvoni chiqib ketdi. O'zim atkazib bordim. Ishlashda davom bozordan narsa olishimiz kerak edi. Men aytdim, bo'ldi, tochka qo'shib yuboring desam, tochka qo'shishni bilmayman. Aytdim, qo'shmasangiz bo'lmaydi. Yo'limizdan boshqa joy ekan-da, yoki u joy. Desam, yo men qo'shishni bilmayman-da. Keling, men primerni qo'shib beraman desam, bo'ldi, mashina to'xtatib, mashina yopib qora qolinglar. Shu yerda to'xtatib, shu yerda yopishim uchun ham hozirgi mana shu adresni o'zgartirishingiz kerak desam, mana hozirgi adresni o'zgartirildi. 11-kvartal 52B bo'lib qoldi. Summa 11,5 ming bo'lib qoldi. 11,5 ming bo'ldi desam, mana 11,5 mingni men to'lamayman, tushib ketdi mashina. Hozir bu yerda uchun to'lovni amalga oshirmadilar. Yo'q, mana hozir orqada turibdilar hozir. Yurib boring orqaga mashina bilan. Albatta, iloji boricha so'rab oling. Hozir mana yurib kelyapman. Hozir mana tushuntirsam o'zlariga tushunmayaptilar-da. Hozir. Mana hech bo'lmasa texpat berishga bilan gaplashing. Mana aka gapiravering, eshityaptilar. Olaman bunisdan. Alo. Assalomu alaykum, hurmatli haydovchi. Safar uchun to'lovni amalga oshirishsiz kerak. Nimaga oshirar ekanman? Men bir qadam yo'lga 11,5 ming berasiz. Yo'lingiz emas u. Ovqat olib ketyapti. Shuni ovqat olaman. Sen yo'l deyaptilar. Shu joy belgilagin deyaptilar menga. Mana ko'rasizmi? Bozorda belgilamayman-ku men o'zim. Mana buni ko'rasizmi? Kamerani mana bu yerda unaqa siz o'tda unaqa gapirmang. Hamma zapis ketyapti. Zapis ketyapti, menga nima? Ha? Voy, manzirini bilmasa katta xonamnikida belgilayman. Mana men unaqa asabi buzasiz ekan. Yo'ldan shunda ovqat olaman dedim, bo'ldi. Sistema orqali qattiq qo'shamanmi? Bozor ichida Telefonimni bering. Telefonimni bering bu yoqqa. Aka, foydasi yo'q, tuzalmaydi mana bu. Beriladi. Qatdan qoplab beriladi. Yandexdami qatdan qoplab beriladi menga narsa. Xuddi shunday. Bu hozir bu odam umuman zakaz qila olmagan qilib qo'yasizlarmi? Shunda umuman vashi ishlata olmagan qilib nima qilasizlar yoki? Belgilab qo'yapti yo'lovchini albatta. Bo'ldi, o'zingiz eshitdingiz, mana o'zingiz gaplashdingiz. O'zingiz ham bu klient xuddi shunaqa molga muomala qilgandek muomala qilyapti aka. Bo'ladi? Bo'ladi. Sog' bo'ling, charchamang. Xo'sh, o'rtoqlar. Soatimiz 3 minut kam 2 bo'ldi. Biz xudo xohlasa shu tunning zakazni yopdik, 7-chi zakazni yopdik. O'zi 6-chi zakaz yopdik, chunki boyiga ana keyin muxliyotga qildilar. Yo'lda shu 3-4 kilometr boshqa joyga kirib chiqmoqchi bo'ldilar. Men aytdimki, добавить остановка qiling, gap so'z yo'q, olib kirib chiqaman. Yoki bo'lmasa hozirgi narx mamlaqa bo'ladi desam, unga ham ko'nmadilar, bunga ham ko'nmadilar. Lekin operator bilan gaplashtirayotganimda уже вообще boshqacha gap so'z, boshqacha anaqa. Nima deymiz? Alloh insof bersin bunaqalarga. Bugunligi ish kechagidek emas, sal sustroq. Hayronman nima bo'lar ekan bunga. Почти чё. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Shunaqa bir mutilla joyga, mutilla yo'l bilan yurib keldim o'rtoqlar. Asti qo'yaverasizlar, hozir men sizlarga mana to'g'ri bilan yo'l yo'q ekan. Menimcha, bormi ekan? Menimcha yo'q bo'lsa kerak, по-моему, bormi ekan? O'zi ko'ramiz, Spark ketyapti, lekin Choshtepani Junariq degan joy bor ekan, yo'l bor ekan, mana dabdala yo'l bilan Yandex. Bilmayman qanaqa hisobladi, xullas. Asablarim buzilib ketdi desam ham bo'ladi. Buzilib, yoyilib, chochilib ketdi asablarim. Просто shu bo'ldi, boshqa gap yo'q o'tdi. Rahmat. Спасибо за поездку. Заказ будет оплачен картой. Xo'sh, aziz do'stlar, soatimiz 4 bo'lyapti, 1 minut kam. 12 dan keyingi o'zimiz ana 13-chi zakazimizni tushirimiz o'rtoqlar. Zudlik bilan Islom ota jome masjidiga qarab uchamiz.
bomdod vaqti kirib kelgan, uspet qilishimiz kerak. Qolganda bo'lsa bomdoddan keyin xohlasa gaplashamiz. А ничего тот факт, что я покушала баранину. Давайте снова покажу, что ты просрала в прошлый раз, ладно? Я понимаю, что ты... Мастова, чтобы был. Если бы... хочешь? Да. Все, поехали. Убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения Xo'sh, aziz do'stlar, 35 ming bilan приложение. bomdoddan keyingi birinchi zakazimizni yopdik. Bizga keyingi zakaz kelib tushsa, qatdan yurish uchun. Bilallar o'zlari ham zakaz qilganlar-ku. Заказ будет оплачен на Alaykum assalom. Keyin safar zakaz qilasiz-ku. Mana shu nomerni eslab qoling, shu mashina chiqib qolsa, atkaz qoling hozir. Kelmasin bu mashina oldingizga. Iloji bo'lsa. Chiqib olgan o'rtoqlar zakaz qilgan odam bu, adres bergan, boshqa qayerga borishni bilmaydi, boshqa qilmaydi, yarim shanaqalari boshqa joyda, yarim u yoqda. Aytdim, unaqasi ketmaydi dedim. Shu aytgan joyda, mana sallan chaqib olib ketgan joyimda turishlaring kerak hammang. Bunaqasi ketmaydi dedi. Yo, boshqa taksislar shunaqa olib ketardi. Boshqa taksislarga men javob bermayman, men o'zimga javob beraman. Sallan ham belgilangan ishdan boshqasini qilmaysanlar, xuddi shunaqa narsa. Kelayotganda ham noto'g'ri belgilangan adres. Biz deydi, o'ttanasi deydi, biz o'tdaydik deydi. Pulli deydi. Kattamiz olib chiqish kerak. Men dedim, men boshqa zakaz qabul qilib bo'lganman o'zi. Farg'ona makro berilgan sallaga, shu tushishlaring kerak desam, yo'q, pulli deydi, kattamiz olib chiqishlari kerak, kattamiz orqada deydi. O'tib ketilgan joyda. Aytib qo'ylaring kattanga kallasiga katta o'sha narsa tushuntirib qo'ylaring. Keyingi safar to'g'ri belgilashni bilmasa, chaqirayotgan joyi ham, astronomikani ham qo'shishni bilmasa. Hozir o'shaning uchun o'zim ham jahl qilib aytdim, keyin agar meni mashinam chiqib qolsa, atkaz qilib yuborgan. Umuman mana qilmagan deb. Bizga bo'lsa navbatda keyingi zakaz kelib tushdi. Qo'zirobodga. Yo, Yandex qo'ying, siz noto'g'ri belgilab qo'ygan bo'lsangiz, bu yerda men nima aybim bor, aka? Yandex nima aybi bor, aka? Kelganni haqqini berish kerak-ku, aka. Qancha berish kerak? 10 ming so'm berish kerak, aka. Yandex bu chaqirdi, siz programma bilan ishlayapsiz. Tushunmadim. Programma bilan kim ishlayapti? Sen bilan men ishlayapman programmada, to'g'rimi? Ha. Bu programma просто klient topib beradigan, taksi topib beradigan. Chaqirayotgan kim? Откасы tamom qilibchi. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста. Xo'sh, aziz do'stlar, damo rejimini yoqqanmiz. Для улучшения качества Qoriqamishda выставочный zalga mustaqillikdagi klient olib kelib tashladi. Uyimizgacha yana 18 kilometr bor ekan, 24 daqiqalik yo'l. Shunda biz bugun общий 360 kilometr yurgan bo'lar ekanmiz. To'g'risini aytsam, juda ham charchadim. Ikkinchi marta quygan gazimizda mana hozir o'sha qizil chiroq yondi. 2 kilometr yurgandan kirib quydik. 80 millik qizil chiroq yondi mana. Zakazlarga keladigan bo'lsak, shunda tak biz общий qancha ishladi? 12 dan keyingisi bilan hisoblaydigan bo'lsa, tak 100 deganmidi bo'lsa ham 700 ming so'm bo'lyapti. Yo bu 700 mingdan 80 mingni ayiramiz 620 ming va mana yana bitta 100 ming ayiramiz 520 ming va 20 ming suvimizga ayirsak 500 ming so'm qolyapti. 360 kilometrga 500 ming so'm pul. Kommentariyada fikringizni yozib ketinglar. Sizlar bilan bo'lsa xayrlashamiz. O'zingizlarni asranglar, charchamanglar, sog' bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha kuzatishda davom eting.